Hammaga salom do'stlar, bugun biz Minecraft o'ynaymiz. Ya'ni ikkinchi qismi. Shu video boshida bizlar shaxtaga tushamiz endi. Xo'sh, eshikni yopamiz, orqamizga zombilar kirmasligi uchun. Tezroq tushish usulida bizlar topishim kerak, emas betib o'tiraveramiz. Oy, men maxluqlar ko'payib ketibdi. Xo'sh, ana betib ularni o'ldiramiz endi. Ular ham ko'payib ketibdi. Xo'sh, sesi jon qildirishimiz kerak. Jonimda. Ana bormi? Xo'sh, bu tarafda yo'q. Asta bu tarafga ketaman. Bag'da mancha bor ekan. Tibga chiqamiz deb turamiz yana zombilarni. Xo'sh, boshqa yo'q. Endi tushib asosda jelezani kapis qilsak bo'ladi. Xo'sh, aytib qo'yaman, videodan keyin birinchi qismdan keyin biza yana Minecraft'ni men jeleza topuvdim. Ko'p jeleza topuvdim, ya'ni jelezam 12 ta bo'ldi. Bular kelishi kerak emas-ku. Bularni yopib qo'ydim. Xo'sh, bu tepaga chiqib jonimizni to'ldirib, endi pastga tushaman yana. Zombilarni o'ldirishga. Xo'sh, o'g'ilimiz bor ekan, jelezani переплавить qilamiz. Hamma jeleza переплавить qilgandan keyin sizlarga qaytaman, obunachilarim. Va bo'ldi, biz hamma jelezani переплавить qilib bo'lganini narsalar crafting qilamiz. Birinchi o'rindan kirka bilan topor qilamiz. Endi birini. Xo'sh. Birini bitta asar qildik. Endi boshqa hech narsa qila olmayapmiz. Bo'ldi. Birini ham keldi. Xo'sh. Sandiq qilish kerak. Sandiqqa bitta daraxtim yetmaydi. Mana endi bitta daraxt bor edi. Mana shu xo'shani narxlamiz. Mana endi bitta sandiq yasadik. Endi narsalarimizni bitta qo'ysak bo'ladi qayerdir. Jelezani qo'yamiz mana yerga. Bularni yeymiz. Hamma narsamizni qo'yamiz. Bular ham kerak bo'ladi endi. Hech pesok kerak emas, bo'ldi. Pastga tushishga tayyormiz. Uyimni buzdi yaramas. Uyim buzilmabdi, yaxshi kamelni uy qilibman. Uyim buzilmasa bo'ldi. Hozircha shaxtaga ketamiz, lekin jonim uchun qilolmaymiz. Nima qilsam bo'ladi? Hozir modlar bormi bu yerda? Bittasi bor ekan, bitta modda. Kuchugim bor ekan. Kuchukcha lekin o'ldirmaymiz. Kuchukcha skeletlarni o'ldirganimiz keyin prиручить qilamiz. Kuchukka bizlarga yordam beradi. Endi hozir pastga tushamiz.
eslatib qo'yaman mana edim. Biza moblarni belgitib qo'ydik. Ya moblar yo'q bo'pti, endi qayerga ketib qopti. Men zombilarga qarayman. Qani shuncha uzoqlikdan meni ko'radi. Kirka bilan uramiz. Xo'sh. Mana creeper ham kelyapti. Kichkina zombi. Mayli, kichkina zombi. Creeper. Hali ham birini qilib o'lishi mumkin edi. Shu creeperlar yomon qattiq urib ketkazyapti. Zombi ko'rdimi meni? Ko'rmabdi. Bemalol baqa borsak bo'ladi endi. Yana jeleza topsam zo'r bo'lasdi. Jeleza set qilasiz o'zimga. Lekin bu bilan bo'ladi. Bularni Google hamma. Hozircha tepaga chiqamiz. Siz zombilardan o'lib qolishimiz mumkin. Xo'sh. Tepaga chiqib, keyin jonimizni to'ldirganimizdan keyin pastga tushamiz. Yoki video tugatsak ham bo'ladi. 7 minut o'tib ketibdi. Hammaga xayr do'stlar. Ikkinchi qism ham tugadi.